Qani yuzingizdagi SPF krem? Ishlataman deganingiz-ku, filtrda ko'rsatmayapti. Mana menikida ko'rsatadi, qop-qora qilib ko'rsatadi. Men ishlatganman, har kun ishlataman. Qanaqa SPF ishlatasiz? Mana BB krem, ichida 50% защитный kremi bor. Nega tushunmaysizlar, ha? Mana siz ishlatadigan shu BB kremingiz yuzga faqat ton berishga ishlatiladi. Buni tarkibidagi SPF sizga uzoq 2 soat ta'sir qiladi. Tunda ham ta'sir qilganda, lekin SPF krem bo'lishi shart. Mijozimizga UV kamerada SPF tanlaymiz. Oson. Suramiz. Qizlar bittaga wow effekt. Qaranglar, qoraganini. 160 ml joson qimmat deydigan mijozlar uchun 80 ming so'mga ham ximik filtrli ilion bor. Bularning hammasi 8 soat ushlab beradi. Yuz peshonalariga ma'lum miqdorda suraman. Xo'sh qizlar, ko'rib turibsizlar natijani o'zinglar. Selimax brendidan qismlariga ishlataman. Selimax bas ekan. Ana. Ko'rdinglar? Endi esa Faberlikdan Leto. Zo'r. Qizlar, bu budjetli variantdagi SPF'imizda surilmagan. Mana sizlarga natija. 50 ming 40 mingga oladigan SPF bilan necha soat yuzni saqlaydi. Mana ko'rdinglar. Menimcha sizlarga ortiqcha izoh shart emas. Qaysi SPFni olishni yaxshi bilasizlar.